Navoiy City'da 25 qavatli dom quriladi. Ha, bu mas'uliyatni Mustaqil O'zbekiston tarixida eng ko'p turar joy barpo etgan O'z shahar qurilish invest engineering kompaniyasi amalga oshiradi. Bundan tashqari kompaniya ushbu lokatsiyada 3 ta 16 qavatli va 1 ta 18 qavatli uylar bunyod etadi. Hozirda 3 ta 16 qavatli uyda qurilish jarayoni qizg'in davom etmoqda. Majmua kelgusi yilning birinchi yarim yilligida foydalanishga topshiriladi. City'dagi eng baland turar joylar, eng tez topshiriladigan majmua, eng qulay joylashuv, uylarning dastlabki 3 qavatidan o'rin olgan yirik gipermarket, tayyor ta'mirlangan holda topshiriladigan xonadonlar, ularning barchasi O'z shahar qurilish invest bunyodkorligida o'z aksini topadi. Xonadonlar sotuvi 17-18 may kunlari bo'lib o'tadi. Shu kunlari cheklangan miqdordagi xonadonlarni hamyonbop narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Sotuv ofisi manzili Lev Tolstoy ko'chasi 49-A uy. Mo'ljal Narpay yo'li 7 qavatli binoning 1-qavatida joylashgan. Murojaat uchun esa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.